Assalomu alaykum. O'tiringlar. Bugungi mavzuimiz Sohibqiron Amir Temur ibn Tarag'ay Bahodirga bag'ishlanadi. Bugungi mavzuimiz Amir Temurning aynan jahonda tutgan siyosati haqida gaplashamiz. Amir Temur buyuk siymo, buyuk darg'a. O'z davrining eng buyuk me'mori, o'z davrining eng buyuk sarkardasi, donishmandi. Temurga ta'rif berganda til ojiz qoladi. Sababi Temurga hamma ta'riflar to'g'ri keladi. Me'mori deganda u qurdirgan bog'lari, u qurdirgan imoratlari, inshootlari. Sarkarda deganda u har ikki qo'lida og'ir dubulg'alarda kurashga chog'langani, otni ustida tursa ham bemalol boshqa raqib bilan kurasha olganligi, uni buyuk homiy davlat arbobi deganimiz Temur tuzuklarini yaratib, shu Temur tuzuklari orqali butun dunyoni lol qoldirib, o'sha davrga mos bo'lgan eng kuchli hozirgi davrning konstitutsiyasini yaratganligi, o'z davrining eng buyuk, har jihatdan kuchli, qudratli hukmdori haqida suhbatlashamiz. Vaholanki Amir Temur haqida qancha gapirsak-da shuncha oz. Chunki bu inson haqida nafaqat biz Markaziy Osiyo xalqlari vakillari, balki butun dunyo gapiradi. O'z davrining eng buyuk bu sarkardasi bizni Markaziy Osiyo xalqlarini emas, balki butun dunyoni lol qoldira oldi. Bu yil Amir Temurning 689 yilligi butun O'zbekiston bo'ylab keng nishonlanadi. Bu shunday bir davrlar bo'ldi-da, mana jahonga tutgan o'rnida. Shunday davrlar bo'ldi. Biz bobo kalonimizni tavallud ayyomini, tug'ilgan yilini, yoshini nishonlay olmadik. Sababi davr qo'ymas edi. Ammo aynan shunday paytda ham dunyo Amir Temurning 600 yilligini Fransiyada nishonlanganini yoki G'arbda bir necha davlatlar Amir Temurga atab haykallar qurilganini ko'rishimiz mumkin. Chunki Temurni qoldirgan merosi, har jihatdan qoldirgan ishlari nafaqat O'rta Osiyo, Markaziy Osiyo, balki butun dunyo xalqlariga ham eng katta naf bo'ldi, foyda bo'ldi. Temurning qilichi singan emas hali. Orzusi armon emas, so'lgan emas hali. Dilda beklik ruhi singan emas hali. Bek yigitlari hali o'lgan emas hali. Beshikda tashlangan qo'rqmas sirtlonim O'zbekistonim dedi. O'zbekistonda biz baralla gapirganimizda eng birinchi navbatda shu buyuk siymo ko'z oldimizda gavdalanadi. Sababi qachon o'zbek xalqi ozodlikni, hurriyatni his etdi? Tarixga nazar tashlang, tarixchilar. Qachon? Faqatgina aynan shu Temur davridagina biz ozodlikni, hurriyatni, o'shanga bo'lgan erkinlikni his qilganimizda anglashimiz mumkin. Temurning hukmronlik yillarida bizni O'rta Osiyomizni qalbida, ko'ksida shamol esdi. 27 davlatni bo'ysundirib, buyuk bir Temuriylar xilqatini, buyuk bir Temuriylar imperiyasini yaratdi. Bu insonni keling bir tug'ilishi bilan bog'liq bir holatni eslataman. Poyon Ravshanovning Temurnoma asarlarida shunday iboralar keltiriladi. Temur tug'ilmasdan oldin u bashorat qilingan. Uning otasi Tarag'ay Bahodir, onasi Takina xotin buxorolik bo'lgan. Uni tug'ilishidan avval Tarag'ay tush ko'radi. Tushida aytiladiki, Tarag'ay, u Tarag'ay Takanaga uylanmasidan avval Yo'g'on og'a Begim degan xotinlari ham bo'lgan. Faqat ularning farzandi bo'lmagan. Ey Tarag'ay, sen Buxoroda o'sha Said Oxunning qiziga uylansang, sandan sohibi Qur'on tug'iladi. Avval bunga ishonmas ekan. Poyon Ravshanov shunaqa talqin qilgan. Ishonmas ekan. Yillar o'tib farzandsizlik Tarag'ayni qiynagandan so'nggina u Buxoroga tashrif buyurar ekan. Shuga asoslanib va haqiqatdan-da Takana xotinni uchratib, unga uylanar ekan. Biz Hazrat Amir Temur, Hazrat Alisher Navoiy, chunki buyuklarga Hazrat degan iborani ishlatishimiz kerak. Sababiki bu insonlar butun dunyoni lol qoldirgan, hattoki vafotidan keyin ham uni ruhi
qanaqadir xalqlarga yoki bir yovuzlarga haligi xalqini himoya qilish uchun dalda bo'lganligini ko'rishimiz mumkin-da. Shuning uchun ham Hazrat Amir Temurni o'sha sarkardani bu qilgan ishlarni butun dunyo tan oldi. Temurning tug'ilishi sohibi Qiron deyilishi Tarag'ayni tushidan boshlandi. U sohibi Qiron deyilishi har 800 yilda, tasavvur qiling. Astronomiyada birozgina izoh berib ketaman, tarixchi bo'lsam ham. Quyosh bizda eng yaqin yulduz, uni yonida bir qancha planetalar, Merkuriy, Venera, Yer, Mars, Yupiter. Shunda Mushtari yulduzi deydi. Mushtari bu Yupiter va Zuhayl yulduzi deydi. Zuhayl bu Zuhro, Venera. Zuhro yulduzi bilan haligi Mushtari yulduzi aynan Yerni o'rtasida diagonalga bitta kelib qolsa, sohibi Qiron tug'ilar ekan. Bu har 800 yilda bir marta. Birinchisi Aleksandr Makedonskiy deydi, ayrim manbalarda Iskandar Zulqarnayn deyiladi. Ikkinchisi payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam va uchinchi sohibi Qiron. Har 800 yilda takrorlanadigan sohibi Qiron 1336-yilda Xo'ja Ilg'or qishlog'i, hozirgi Kesh, 9-aprel kuni dunyoga keldi. Bu o'sha rivoyatlarga bog'liqligi, bu buyuk insonni tug'ilishi u tug'ilmasdan avval ayon bo'lganligini isbotini aytmoqchiman. Shuning uchun ham mavzuyimiz jahon siyosatiga tutgan o'rni. Amir Temurni nafaqat 27 davlatni birlashtirib yagona imperiya asos solishi, balki bu davlatlarni bo'ysundirib, haligi talon-taroj qilish emas, balki o'sha davlatlarda islom dinini yoyishni, o'sha davlatlar orqali o'sha biz biladigan ko'hna buyuk ipak yo'lini qaytadan tiklashni, har bir davlatda o'zini katta bir o'sha hissasini qo'shib me'moriy obidalar barpo etganligini ko'rishimiz mumkin. Mana hozir O'zbekistonga e'tibor bering. O'zbekistonimizda 4,5 mingga yaqin tarixiy me'moriy obidalar bor. Bularni deyarli 90% Temur davrida qurilgan. Biz agar sanab chiqsak, bilsak, o'sha Registon maydoni deymiz, o'sha Oqsaroy deymiz, o'sha Al-Buxoriy yoki birgina qarang, Turkiston, hozir Turkiston shahriga to'g'ri keladi, Yassaviy Doshqozonni borib ko'rganlar bormi? Boring, ko'ring. Yassaviy Doshqozoni. U yer cho'l zona, atrofi qumloq bo'lgan. O'sha yerda shunaqa chiroyli maqbara bunyod ettirdi. Bu maqbara o'sha davr, nafaqat o'sha davr, hozirgi kundagi me'moriy obidalar ichida eng chiroylisi, eng ko'rkamini qurdirdi. Va o'sha maqbarani ichida bronzadan yasalgan Yassaviy Doshqozonni sovg'a qildi. Hozirgi olimlar bu doshqozonni o'rganib, haligi isbotlashyapti, qarashyapti. Bu doshqozonning hajmi balandligi 245 sm, ya'ni 2,5-3 metrga yaqin, sig'imi esa 400 paqir deydi, chelak deydi, suv ketadigan darajada katta doshqozon sovg'a qildi. Uni sirtini qarashsa, olimlar haligi tadqiqot qilib o'rganishsa, uni sirtida uzun barglari tushirilgan va ichida 3 xil yozuv yozilganligini ko'rish mumkin. Bu nimani anglatadi? Bu Temurni nafaqat o'zini yurtida, balki o'sha chetroqda bo'lgan xalqlarda ham buni kelajak uchun mevasi bo'lishi uchun, bunga haligi e'tiqod qiluvchilar bo'lishi uchun ham aynan shunday bir 40 ta qulog'i bor doshqozonni o'sha Turkiston, hozirgi Turkiston o'lkasida me'moriy obida qurib sovg'a tariqasida qoldirdi. Biz shunday bir kunlarni boshimizdan ketkazdik. Bu haligi urushli, ayozli, haligi nima deydi, qarama-qarshilik kunlarni boshimizdan o'tkazdik. Salkam 74 yil davomida SSRning tarkibida bo'lgan vaqtlarimizda biz bularni ayta olmadik. Vaholanki ular Temur tomonidan qoldirilgan me'moriy obida va boshqa narsasini hammasini yo'qotishga harakat qilishdi, lekin u doshqozonni yo'qotisha olmadi. Buni haligi Leningrad, Sankt-Peterburgga ketgan, talqin qilingan, o'rganilgan va yana Turkistonga qaytarilgan. Sirtidagi yozuvda birinchisiga shu ibora yozilgan edi. Bu doshqozon Amir Temur tomonidan aynan buyuk maqbaraga tuhfa sifatida berildi. Bu doshqozon ustalari qurgan insonlarning ismi sharifi bilan yozilgan edi.
Mana bu dinga bo'lgan e'tibor. Shuning uchun ham Amir Temur Sohibqiron Amir Temurimizni dunyo xalqlari, dunyo olimlari, butun o'sha g'arb dunyosi undan minnatdorchilik ruhi bilan eslaydi, o'rganadi. Va Saroy Mulk xonimga uylanganlardan keyin ularga Ko'ragoni deb nom berishadi. Dunyo ahli Amir Temurni ana shunday ulug'lab, ardoqladi. Biz mustaqillikka erishdik, hurriyat nashidasi esdi, hurriyat shamolini sezdik va O'zbekiston o'z mustaqilligiga erishganda birinchi qilgan ishi Amir Temur, Hazrat Amir Temurni o'sha haykallarini barpo etishdan boshlandi. Haykallari bunyod etildi. Birinchi haykallari o'zimizda, azim Toshkentimizda 1993-yil 2-sentyabrda ochildi. Keyingi haykallari 18-oktyabr 1996-yil Samarqandda taxtga o'tirgan holatdagi o'sha boshida slaydga qo'yganim. Va 3-haykallari 18-oktyabr 1996-yil Shahrisabzda tik navqiron holatda turganlari. Bu mustaqillikni ilk kunlaridan Temurga bo'lgan e'tiborni ko'rishimiz mumkin. Va eng katta qilingan yana bir ish Amir Temurni 660 yilligi 1996-yilda keng nishonlandi va Temurga bo'lgan e'tibor, sog'inch deymizmi? Bizi tarixchilarimiz Temurni o'rganish uchun sog'ingani, tadqiq ishlarini olib bormasdan yillar davomida biqiqlikda yashaganligi uchun haligi juda ko'p ilmiy ishlarni amalga oshirishga muvaffaq bo'lishdi. Biz bilan birgalikda dunyo xalqlari ham o'rgandi. Temur shunday buyuk siymo. Agar biz uni tashqi qiyofasini eslasak, bu inson haqiqatdan-da o'ng oyog'i chap oyog'idan santimetrga kichkina bo'lgan. Chunki u jang vaqtida o'ng qo'li o'ng oyog'idan shikastlanganda oyog'i o'smasdan qoladi deb talqin etiladi. Har doim otga yurgan. Bejizga otga yurmagan. Shuning uchun ham unga Temurlang degan nom berilishi. Qoshlarini hozir o'sha talqin qilib o'rganilganda, qoshlarini tuklari o'rganganda uni ovozi baland ovozda gapirganligi, ovozi baland bo'lganligi, kelishgan bo'ylari baland, haqiqatdan-da hukmronligini ko'rishimiz mumkin-da. Nima uchun o'rmonda sher hukmdor? Undan kuchli ayiq bor, undan kuchli fil bor, to'g'rimi? Ammo sherning narasi bor. Temur ana shunday mustahkam Amir Temur, Hazrat Amir Temur deyman bu insonni. Mustahkam, haligi har jihatdan qudratli hukmdor edi. Uni o'sha jarayonlarni agar eslaydigan bo'lsak, 1336-yil 9-aprelda dunyoga kelgan bo'lsa, uni taxtga o'tirish emas, balki davlatni boshqarish siyosati 25 yoshidan boshlandi. Va 34 yoshida u Movarounnahr hukmdori bo'ldi 1370-yil. U o'ziga xon emas, balki Amir degan nomni oldi. Sababiki xon degan nom Mo'g'ullardan kirib kelgan edi. Temurgacha bo'lgan jarayonni bir eslang. Biz feodal tarqoq xalqlarning ichida, Ilyos Xo'janing qattiqqo'llik hukmdorligi ichida 130 yillik haligi Mo'g'ullarning mustabid tuzumi ichida horib, charchab, ezilgan xalq edi. Buni hurriyatga olib chiqib, buni haligi ko'ksiga shamol yetkazgan hukmdor Temur bo'ldi. 1370-yildan toki 1405-yilga qadar umrini o'sha oxiriga qadar o'sha xalq uchun, o'sha millat uchun, shu vatan tuprog'i uchun, bizni o'sha o'lkamizni obod qilish uchun, kengaytirish uchun harakat qildi. Ko'pchilik aytadi, Hazrat Amir Temurimiz bosqinchilik siyosatlari yo'q. Ular buyuk Ipak yo'lini zamonaviy holatda, o'sha davrga xos, mos qilib rivojlantirishni xohladi. Buyuk Ipak yo'lini tiklash uchun u o'shanga tutash bo'lgan dengizga yetadigan hududlargacha bo'lgan joyga yetib bordi. Ayrim davlatlar o'zi so'zsiz taslim bo'ldi va men bosib olmaslik uchun biz sizga taslimmiz degan xatlar, nomalar bilan keldi. Temur majbur bo'ldi qayerdaki unga qarshi qilich qalqon ko'tarsalar. Shunday janglardan eng shafqatsizlardan biri bu o'sha Yildirim Bayazid bilan 1402-yil aprel oyida Anqara jangini ko'rishimiz mumkin. Bu 7 yillik yurishidagi eng asosiy janglardan biri hisoblanadi. Chunki Amir Temur o'sha jangda Bayazidni yenggandan keyin Yildirim Bayazidga
tegishli bo'lgan g'arb dunyosidagi bir qancha mustamlaka hududlar to'g'ridan to'g'ri Amir Temurga o'tdi. Temur uni ham mustamlakachilik bilan davom ettirishi mumkin edi, Bayazid qilgan ishni qilmadi. Aynan Turkiyada yengib chiqqandan keyin o'sha joyda taxtga Bayazidni o'g'lini o'tirgan, o'tqistirib qo'yganligi, bu Amir Temurning saxovati, Amir Temurning qay darajada haligi siyosati kuchli ekanligini ko'rishimiz mumkin. Temurni o'sha Anqara jangidan keyin unga berilgan katta mulklardan keyin o'sha hududlarni hammasiga mustaqilligini berib yubordi. O'sha davr Germaniya qirollari, Fransiya qirollari, Karl, Genrixlar tomonidan rahmatnomalar keldi. Vaholanki biz buni Amir Temur muzeyida hali ham turibdi. Ayrimlari o'sha biz muzeyni ochganimizda Fransiya tomonidan eksponat sifatida taqdim etilganlar ichida aynan o'sha nomi ham bor. Buni ko'rishimiz mumkin. Demak, Temurga bildirilgan minnatdorchilik xatlari, butun dunyo uni tan olib unga bildirilgan minnatdorchilik xatlarini shu bugungi kungacha vaholanki salkam 700 yil, 7 asrgacha saqlanganini ko'rishimiz mumkin. Amir Temur buyuk darg'a, buyuk inson edi. Uni endi haligi qilgan islohotlari haqida, masalan, bog'lar qurdirdi dedim. Sababiki Amir Temur bog'larni chekka joylarda, qanaqadir o'sha davlatga kirib kelish hududlarida, odam kamroq bo'lgan cho'l hududlarda qurdirdiki, o'sha yerlarni ham obod qilmoq uchun. Biz bilamiz, mana hozir O'zbekistonimizda yangi O'zbekiston, 3-renessans degan iboralar ishlatiladi. Bu bejizga emas, biz haqiqatdan-da yonib turgan chaqnoq, mana bu yigitlarning ko'ziga qarab turib, men haqiqatdan-da 3-renessans avlodlari qayta tirilayapti deb o'ylayman. Chunki aynan shu 2-renessans davrini keyingi bosqichi Temur va Temuriylar davriga to'g'ri keladi. 9-12 asrdagi o'sha birinchi renessans davridagi bo'lgan buyuk darg'alarning davomiyligi sifatida biz 14-16 asrdagi o'sha Mirzo Ulug'bekni, ularni ham hazrat deb atayman, yoki Bobur Mirzoni, yoki Mirzo Ulug'bekni shogirdlari bo'lgan Ali Qushchini, o'sha davrlarda bejizga mana Navoiy Temurga nisbatan aytgan fikrini qo'ymadik, Alisher Navoiyni, Lutfiy Jomiyu yoki boshqa buyuk insonlarni haligi ijod qilishi uchun keng imkoniyat bo'ldi. Temur shunday buyuk shaxs edi. Uni qurdirgan bog'lari, bog'i Eram, bog'i Dilkusho, bog'i Shamol, bog'i Behisht, vaholanki bu bog'larni barchasini biz ko'rishimiz mumkinki, eng chiroyli islohotlar ichida xalqni yaxshi yashashi uchun, xalqni obod qilish, vatanni obod qilish uni asosiy quroli bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Nega tabiiy savol tug'iladi? Nega sobiq SSR davrida bizni Amir Temurimizga bo'lgan dashnom toshlar otildi? Chunki bu inson davrida o'zbek o'zligini angladi. Bu inson davrida milliylik, diniy nuqtai nazar hammasi ko'zga ko'rinadi. Shundan bilib turibmizki, bizni Amir Temurimiz har jihatdan ham bunyodkorlik, ham diniy, ham haligi xaloskorlik bobida tengsizdir. Men so'zsiz bu insonni o'sha davrgacha bo'lgan buyuk haligi g'arb hukmdorlari, masalan, o'sha Doro 1 deymizmi, yoki Kir 2 deymizmi, yoki bo'lmasa o'sha Yuliy Sezar deymizmi, mana shular qatorida ulardan eng ustuni deb bemalol ayta olaman. Hattoki bir tarixchi olimimiz Chingizxon bilan Amir Temur bo'y so'ndirgan hududlarni talqin etganda, Amir Temur hududi Chingizxon bo'y so'ndirgan hududlardan bir necha barobar katta ekanligini isbotlab berdi. Temur tengsiz hukmdor edi. Amir Temurni o'sha Ko'ragoning nomini olishi ham uning turmush o'rtog'i Saroymulk xonim nomi bilan bog'liqligi bejizga emas. Temur buyuk shaxs bo'lishi bilan bir qatorda o'z ayollarini, o'zini o'sha saroydagi ayollarga bo'lgan iltifotini, ularga ko'rsatgan hurmatini ham ko'rishimiz mumkin. Temur shu darajada buyuk siymo bo'lgan. Agar deydi, ayol baxtli bo'lsa, bilingki oila baxtli bo'ladi. Oila baxtli bo'lsa, jamiyat baxtli bo'ladi. Biz bu iborani hozirgi kunda ishlatyapmiz, ammo bu iborani tamom toshini qo'ygan shaxs aynan sohibqiron Amir Temur bo'lgan deb bemalol ayta olamiz. Dunyo tarannumida uni tutgan o'rni beqiyosdir.
Temurni mana shunday bir qilgan ishlari uchun ham g'arb dunyosi hali hanuzgacha Amir Temurga bo'lgan hurmati, unga bo'lgan ishtiyoqini keng va chiroyli baholaydi. Biz qancha ko'p gapirsak shuncha oz, chunki Temur haqida mani nazarimda Temur haqida ochilgan bu fikrlar, bu so'zlar 3% hali ochiladi. Hali ko'p ochiladi. Hali tarixda aynan Temurga daxldor bo'lganlar hali katta o'zgarishlar ichida kiradi. Biz soatlab gapirishimiz mumkin, ammo vaqt cheklangan, hurmatli talabalar. Shuning uchun ham hozirga mana shu fikrlarimizni shu joyga to'xtatsak-da, siz bilan fikr almashsak. Kimga qanday savollar bor? Kim nimaga qiziqdi va qaysi savol sizni ko'proq qiynayapti? Marhamat. Temuriylar davrida ilm fan va adabiyot taraqqiyotining rivojlanishiga turtki bo'lgan omillar qanday va bu holatning bugungi madaniyatga ta'siri qanday? Rahmat. Juda chiroyli savol bo'ldi. Amir Temurning yana bir qilgan eng ulkan ishlaridan biri bu ilm fanga, madaniyatga, ma'rifatga e'tibori bo'lgan. Masalan, Mirzo Ulug'bek shunday xotirlaydi. Sohib Qur'on nabirasi Xurshid Davronining kitobini o'qisangiz, shunday xotirlar ekan. Men 4-5 yoshimda faqat hovlida bobom bilan yulduzlarni sanar edim. Buni qarang, o'sha nabirasiga uni yoshligidan yulduzlarni harakatini o'rgatgan. Turtki deganingizda qanday tushunmoq kerak? Masalan, Amir Temur hujumlari bir qancha o'sha uslublari bilan bo'lgan, rezerv uslubi bo'lgan, zaxirasida ham bo'lgan eng oxirida. U nimadan olgan bu narsani? Ikki hasharotdan olgan. Biri ari bo'lgan, ikkinchisi chumoli bo'lgan. Chumolini ham qarasangiz kichkinagina ini va uni ichida qarasangiz katta bir maydonni zabt etadi. Arini ham kuzatsangiz, asarlarini kuzatsangiz, o'sha tepada turgan ikkita soqchisi va ichidagi asarlarni himoya qiluvchilari va ona arisi bo'ladi. Katta rahmat barchangizga. Agar hech kimga savol bo'lmasa, bugungi tarix bilan tanishuv ko'rsatuvini bugungi sonini yakunlaymiz. Keyingi sonlarda uchrashguncha xayr deb qolamiz. Xayr, sog' bo'ling.